Bulut hesaplash degan nima? Bulut hesaplash, ya'ni cloud computing. İnternet asosidagi munosabatlik mulozimatlarning iqtidorini oshirish, uningdan foydalanish va topshirish, ya'ni havola qilish andisidan iborat bo'lib, hamisha internet orqali harakatchan ham kengaytkili bo'ladigan, ham har vaqt mavhumlashtirilgan manbani ta'minlashga bog'lanishliq bo'ladi. Növətdə bulut degan bu söz tor va internetning o'xshatish so'zi bo'lib kelyapti. Ilgirki rasm va grafiklarda doim bulutdan foydalanib, telegraf tori ifodalanadi. Keyin bulut degan bu atalg'u internet bilan tagi qatlamdagi tor asosiy aslahasining abstraktligini ifodalashga qo'llanildi. Şunlaşqa bulut hesaplash kishilarni har sekundda 10 trillion qitim hesaplash elib baralaydigan darajadan tashqari iqtidor bilan ta'minlayalaydi. Bundaq kuchlik hesaplash iqtidoriga ega bo'lish orqali yadro reaksiyasini taqlid qilg'ili, havo rayining o'zgarishi va bozorning taraqqiyot yuzlanishini oldin faraz qilg'ili bo'ladi. Abonentlar kompyuter, xatir kompyuter va aqliy fon qatorliq elektronlik uskunlardan foydalanib, sonliq ma'lumot markaziga kirib, o'zlarining ehtiyojiga asosan hisoblash elib boralaydi. Bulut hisoblashning aniqlamasiga qarta ko'p xil ko'z qarash bor. Növətdə nisbətən keng e'tirof qilingan ko'z qarash bo'lsa, Amerika davlatlik o'lchamlashtirish va texnika tadqiqot yurti, ya'ni NIST-ning bergan aniqlamasi bo'lib, uningda mundaq deyilgan. Bulut hisoblash bo'lsa, ishiltish miqdoriga asosan haq to'laydigan bir xil andiza. Bu xil andiza qo'llanishchan, aplik va ehtiyojga asosan mashg'ulot elib beriladigan tor ziyorati bilan ta'minlaydi. Abonentlarni sapligili yoki o'rinlashtirg'ili bo'ladigan hisoblash manbasi ham bahri ko'lchigi, ya'ni bu yerdagi manba tor mulozimetr, saqlag'ich, qo'llanish, yumshoq detali va mulozimat qatorliqlarni o'z ichiga oladi, ga elib kiralaydi. Bu manbalar tez suratda ta'minlashga yetadi. Boshqarish xizmatiga sarf bo'ladigan tannarx nihoyatda oz bo'ladi yoki mulozimat ta'minlaguvchi taraf bilan bo'lgan aloqa nihoyatda oz bo'ladi. Oddiy til bilan tushuntirsak, ilgari abonentlar o'zlarining uchurlarini, sonliq ma'lumotlarini qattiq diskaga saqlagan bo'lsa, bulut texnikasida bu uchurlar va sonliq ma'lumotlar bulutda, ya'ni bulut mulozimetrda saqlanadi. Mundaq aytganda, sizning barliq uchurlaringizni o'zingiz maxsus qattiq disk setib olib yoki mulozimetr setib olib saqlashingiz hojatsiz. Cho'ng bulut texnikasi shirkatlari ularni sizga vakolatdan saqlab berdi. Sizning uskuningiz to'rg'a ulangan bo'lsa, har qanday joyda, har qanday vaqtda bulut schyotingizga kirib, munosabatlik uchurlaringiz va sonliq ma'lumotlaringizni boshqara olasiz va ishilta olasiz. Demak, u sizga nisbatan bir mavhum dunyoda saqlandi. Lekin siz qatorliq necha millionlagan abonentlarning uchuri va sonliq ma'lumotlarini saqlab boshqarib beradigan cho'ng bulut mulozimati shirkatlariga nisbatan undaq bo'lmaydi. Ular ilgariga qaraganda texmi ko'p bulut mulozimatlariga ehtiyojli bo'ladi. Chunki ular saqlab boshqaradigan uchur va sonliq ma'lumotlar ilgarigidan necha 10 ming hassa ko'p bo'ladi. Şoňa ular maxsus zo'r miqdorda mablag' ajratib, cho'ng sonliq ma'lumot markazlari va mulozimetr omborlarini qurib chiqish kerak. Bulut hisoblash degan bu uqum tunji bo'lib 2006-yili o'tirg'i qo'yilgan.
Shuningdan boshlab bulut hisoblash texnikasi internetning eng yangidan gullangan texnikalarining biri bo'lib qoldi. Shundaqla internetni haqiqiy holda yuqori pallik ko'targan, mavhumlik darajasini texmi oshirgan va ko'chma internet davriga boshlab kirgan asosliq texnika bo'lib qoldi. Bulut hisoblash 1980-yili cho'ng tipdagi kompyuterning xaridor yumshoq detali mulozimatir andisi davri, ya'ni PC davriga kirib kelishdan iborat cho'ng o'zgarishdan keyingi yana bir cho'ng o'zgarish bo'lib qoldi. Bulut hisoblash, taqsimlanma hisoblash, parallel hisoblash, unum hisoblash, torda saqlash, məhumlaşdırış, yük tənponlığı və issiq zapas qalduq qatarlıq ənəvi kompüter bilən tor texnikası tərəqqiyatı bir kişinin nəticəsi hesablanıdı. Bulut hisoblash əməli qo'llanishning o'zliksiz cho'nqurilishiga əgişib, hamda cho'ng sonliq ma'lumot bir taraf qilish ehtiyojining o'zliksiz eshishiga əgişib, abonentlarning iqtidori kuchlik, ishiltilishchanligi yuqori bo'lgan 4 hassilik va 8 hassilik mulozimatlarga bo'lgan ehtiyojida ko'rinarlik yuqori ko'tarilish bo'ldi. Shuning bilan bu sohadagi mahsulotlarning o'xshash nisbatda eshish sur'ati 200% dan eshib ketdi. Keyin 16 hassilik va 32 hassilik bulut mulozimatlari barliqqa keldi. Bu sohada dunyoda oldingi qatorda turadigan shirkatlardan IBM, Intel qatorliqlar bor. Bulut hisoblash hamisha tor hisoblash, unum hisoblash va avtomatik hisoblash qatorliqlar bilan aralashib keladi. Tor hisoblash bo'lsa, taqsimlanma hisoblashning bir turi bo'lib, tarqoq yoki ixtiyoriy bog'langan bir gruppa kompyuterlardan tuzilgan darajadan tashqari mavhum kompyuterni ko'rsatadi. U hamisha cho'ng tipdagi bir qism vazifalarni o'rindashga ishiltadi. Unum hisoblash bo'lsa, IT manbasidagi bir xil bog'chilash va haq hisoblash shakli bo'lib, hisoblash va saqlashga asosan ayrim holda haq hisoblaydi. Xuddi an'anaviy elektr energiyasi qatorliq ommaviy aslarlarga o'xshash avtomatik hisoblash bo'lsa, o'zini boshqarish iqtidoriga ega bo'lgan kompyuter sistemasini ko'rsatadi. Amaliyotda nurg'un bulut hisoblash o'rinlashtirishlari kompyuter to'piga tayinadi. Shundaqli yana avtomatik hisoblash bilan unum hisoblashning alayidliklarini o'ziga singdirgan. 1983-yili Quyosh kompyuter shirkati tor demak, kompyuter demakdir degan uqumni o'ttirg'a qo'ydi. 2006-yili 3-oyda Amazon shirkati elastik hisoblash bulut mulozimati, ya'ni Elastic Compute Cloud uqumini o'ttirg'a qo'ydi. 2006-yil 8-oyda Google shirkatining bosh ijroiya amaldori Erik Schmidt izlash motori cho'ng yig'inida tunji bo'lib bulut hisoblash degan uqumni o'ttirg'a qo'ydi. Google'ning bulut ustida hisoblash mulozimati mazkur shirkatning injeneri Christopher Bishlias ishlagan Google 101 turidan kelgan. 2007-yili Google bilan IBM shirkati ayrim holda Carnegie Mellon University, Massachusetts shtati tabiiy fan sanoat fanlari instituti, Stanford University, California University, Berkeley tarmoqi va Maryland University qatorliq oliy maktablarda bulut hisoblashni kengaytirish planini yo'lga qo'yib, zo'r unum qozondi. Keyin Yahoo, Huipo, Intel, Dell, Microsoft, AMD va
CISCO qatarlıq şirkətlərmə arqa-arqadan bulut hesaplaş sahəsiga yürüş qılıb, bulut hesaplaş texnikasının altın dəvrini yaratdı. Amerika, Germaniya və Singapur qatarlıq dövlətlər başlamçı boldu. Şunundan başlap bulut hesaplaş dəvri həqiqi başlandı. Bulut hesaplaş vəzifəsini zor miqdardakı təqsimlənmə kompüterlərə təqsimləb beriş arqılıq, yəni yerlik kompüter yoki yiroqdan kontrol qilinadigan mulozimatlarda emas, korxona sonliq mulozimat markazining ijro bo'lishini internetga texmi yaqin va o'xshash qiladi. Bunun bilan korxonalar manbalarini ehtiyojli amaliy qo'llanishga elib chiqalaydi yoki almashtira oladi. Ehtiyojiga asosan kompyuter va saqlash sistemasini ziyorat qila oladi. Uning eng cho'ng alaydiligi barliq mulozimat, uchur va sonliq ma'lumotlarni internet orqali elib bordi va yetkash ham to'sh elib bordi. Bulut hesaplashning tövəndikidək bir qancha alaydiligi bor. Birinchi, darajadan tashqari cho'ng ko'lamga ega. Masalan, Google şirketining bulut hesaplash sistemasi 1 million dona mulozimatlarga ega. Amazon, IBM, Microsoft va Yahoo qatorliq shirkatlarning bulut hesaplash sistemalari necha 100 ming dona mulozimatlarga ega. Ikkinchi, məhumlaşdırılğan. Üçüncü, işençlikliki yuqori. Dördüncü, ommaboplikqa ega. Beshinchi, yuqori kengayishchanlikqa ega. Altinchi, ehtiyojga asosan mulozimat qiladi. Yettinchi, tannarxi to'limi to'van, mulozimat bahosi arzon. Sakkizinchi, lekin yoshirin xavfim saqlangan. Bulut hesaplash mulozimati bilan ta'minlab qolmasdan balki yana saqlash mulozimati bilan ta'minlaydi. Shunga saqlash mulozimati jarayonidagi uchurlarning bexatarligi masalasi cho'qim o'ylanishga tegishlik muhim masala hisoblanadi. Bulut hesaplash kishilarning kelgusi turmushini tal-to'kis o'zgartib tashlaydi. Lekin shuning bilan bir vaqtda muhim masalaga ko'ngil bo'lishga to'g'ri keladi. Chunki bulut mulozimatlari va uchurlarni saqlash jarayonida belgilik muhit bulg'inishi kelib chiqadi. Endi bulut hesaplash bilan narsa to'rining munosabatiga kelsak, bu cho'qim bilib qo'yishga tegishli nuqta. Bu bulut narsa ulanishi deyiladi. Narsa to'ri, narsa bilan odamlar o'zaro ulanadigan internet to'ridan iborat. Bu mundaq ikki qatlam manbaga ega bo'ladi. Birinchisi narsa to'rining yadrosi va asosiy yanali internetdir. Ya'ni u internet asosida davomlashadigan va taraqqiy qiladigan to'rdan iborat. Ikkinchisi, uning abont uchi har qanday narsa bilan narsa o'ttirsig'icha kengayib boradi va taraqqiy qiladi. Shu orqali uchur almashtirish va aloqa elib berildi. Narsa to'rining ikki xil andisi bo'lgan taq abont shakli bilan ko'p abont shaklimi bulut hisoblashdan ayrila olmaydi. Onundan başqa narsa to'ri kasb miqdorining eshishiga agishib, sonliq ma'lumot saqlash va hisoblash miqdoriga bo'lgan ehtiyojmi bulut hisoblash iqtidoriga belgilik besim elib keladi. Shunga bulut hisoblash iqtidorini uzluksiz oshirish kerak. Onundan başqa yana bulut bexatarligi, bulut saqlash, bulut o'yini qatorliq andizlarmi bor. Bulut hisoblashning mulozimat prinsipi taqsimlanma sonliq ma'lumot qizish, taqsimlanma bartaraf qilish, taqsimlanma sonliq ma'lumot ombiri, bulutni saqlash va mavhumlashtirishdan iborat.
Әмді bulut hesaplashning mulozimat shakliga kelsak, mundaq bir qancha qatlamdagi mulozimatlarni o'z ichiga oladi. Asosiy asliha va mulozimat, supa va mulozimat, yumshoq detal va mulozimat qatorliqlar. Bulut hesaplashning texnik turlari. Birinchi, programma tuzish andisi. İkinci, zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarni taqsimlab saqlash texnikasi. Uchinchi, zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarni boshqarish texnikasi. To'rtinchi, mavhumlashtirish texnikasi. Beshinchi, bulut hisoblash supsini boshqarish texnikasi. 2010 yillardan keyin bulut hisoblash yangi bir avlod texnika yuzlanishi bo'lish sufati bilan tez suratlik taraqqiyotga ega bo'ldi. Bulut hisoblash ilgirki xizmat usullarini uzil-kesil o'zgartirdi. An'anaviy yumshoq detal qurilish korxonalarini mo o'zgartirdi. Navbatda va keyincha bulut hisoblash orqali mablag' selishni a'lolashtirish elib berildi. Bulutni markaz qilgan loyihalash texnikasi barliqqa keladi. Ko'shma bulut mulozimati tez suratda taraqqiy qiladi. Bulut bexatarligi texmi ching tutiladi. Hozir bu taraqqiyotlar bir-birlab barliqqa kelyotidi. Bulut hisoblash texnikasi tibbiy davolash, astronomiya, iqtisod va savdo, kapital bozori, yezigilik, sanoat, aviatsiya, fizika, matematika tadqiqoti, qatnash transport, ashyo oborti, shahar boshqarish, havo rayi qatorliq nurg'un sohalarda qo'llanilib, g'oyat zo'r taraqqiyotlar barliqqa keldi. U navbatda sun'iy idrok va cho'ng sonliq ma'lumot texnikalari bilan zich berkib, insoniyat jamiyatining ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotini g'oyat zo'r ilgirlashlarga ega qilmoqda. Manba idrok munbiri. To'plab ratliguchi Abliz Uyg'ur.